O't toshlari. Jimjitlik bilan zarba beradi. Shuning uchun ularni belgilaridan ogoh bo'ling. O't toshlari o't tufagi ichida sezdirmasdan rivojlanadigan qattiq hosillardir. Ular suyuq holatda bo'lishi kerak bo'lgan ovqat hazm qilish suyuqligi o't, safro, haddan tashqari quyuqlashib ketganda hosil bo'ladi. Xolesterin qattiqlashadi, pigmentlar kristallanadi va mayda zarralar qatlam-qatlam bo'lib o'sadi. Yashirin jarayon. Dastlab hech qanday noqulaylik sezilmaydi. Ovqat hazm qilish davom etadi va signallar jim turadi. Ammo toshlar oqimni o'zgartiradi. Agar tosh razmeri 6 mm dan katta bo'lsa, o't pufagi qisqarganda tosh chiqish yo'lini to'sib qo'yishi mumkin. Natijada bosim ko'tariladi, mushak spazmlari kuchayadi va to'satdan qattiq, ko'pincha o'tkir og'riq paydo bo'ladi. Xavf omillari va sabablari. Bu og'riq mexanik xarakterga ega. Silliq chiqish uchun mo'ljallangan tizim qarshilikka uchraydi. Xavf quyidagi holatlarda ortadi. Birinchi, nomutanosiblik. Ikkinchi, noregulyar ovqatlanish. Uchinchi, vaznning keskin o'zgarishi. Albatta keskin ozish bunga kiradi. To'rtinchi, ortiqcha yog' yoki xolesterin. Beshinchi, harakatning kamayishi. Xulosa. O't pufagi imkoniyati boricha moslashadi. Ba'zi toshlar yillar davomida sezilmasligi mumkin. Boshqalari esa zudlik bilan e'tibor talab qiladi. Farqi vaqt, hajm va joylashuvdadir. O't toshlari infeksiya emas, balki oqibatdir. Bu aniqlik uchun qurilgan tizim ichida kimyoviy muvozanatning buzilishi natijasidir. Ovqat hazm qilish nafaqat nima ishlab chiqarilishiga, balki uning qanchalik silliq oqishiga ham bog'liq. Bu yashirin to'planish ko'pincha faqat harakat to'silib qolganda o'zini namoyon qiladi. Kontent sizga yoqqan bo'lsa, obuna bo'lishni unutmang. Kuningiz xayrli bo'lsin.